Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilar va Begom's biznesga qiziqayotgan o'rtoqlar. Inshaalloh Begom's klientlar chiqqan. Mashlarni ortib klientga jo'natyapmiz. Kimda kim Begom's biznesga qiziqayotgan o'rtoqlar like tugmachalarni bosib qo'yamiz, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yamiz. Videomiz keng tarqalishi o'z hissalarini qo'shgan bo'lasizlar. Shunda Begom'slarimizni o'ta sifatli darajada tayyorlab, po'kobga holatda keltirib, klientlarimizga yetkazib beryapmiz. Qiziquvchi o'rtoqlar, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirasizlar. Mana shunday Begom'slar 100% sifatli tayyorlash usullarini o'rgatamiz. Inshaalloh sotuvda Begom'simiz ham, chuvalchanglarimiz ham bor. Biznes boshlayman deb turgan o'rtoqlar, bemalol boshlashingiz mumkin. Mana shunday o'ta sifatli darajada Begom'slarni qanday tayyorlanadi, qanday po'kab holatga keltiriladi, sirlarni o'rgatib beramiz. Po'kab holatga keltirib, bu chakkadan taxlaylar, chiroyli qilib noqib, novi ustidan taxlamadingiz shuni. Ustidan taxlamang, bular keyin o'lmay qoladi, tepa anolar, kattalarni. Ana qila o'sha tepasida olib o'tkazib tashla bir tomonga. Usti bilan keyin mana kattalar ustiga anaqa qilmay qolasizlar, ko'tarilmay qolasizlar. Ha, oyoqdan to'ldirib tashladinglar-da. Navruz o'zidan ko'rsin. rahmat, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.